Assalomu alaykum qizlar. Hozir men sizlarga dolzarb mavzu to'g'risida gapiraman. Buni dolzarb bo'lishiga sabab hozirgi paytda ayollar o'sma kasalliklari o'rtasida sut bezi kasalliklari birinchi o'rinda turibdi. Buni oldini olish siz o'zini tekshirish usullarini bilishingiz kerak. Buning uchun siz hayzdan oldin oynak oldiga kelishingiz oynak oldiga kelib o'zingizni tekshirish yo'llarini bilishingiz kerak. Chunki ayollarda hayzdan oldin gormonal buzilishlar bo'lgan paytida ko'kraklarida og'riq bo'ladi va u ishadi. Siz oynakni oldiga kelib ko'kragingizni katta kichikligiga e'tibor berasiz, solishtirasiz. Unda uchiga e'tibor berasiz, kirgan kirmaganligi, uchida suyuqlik bor yo'qligiga e'tibor berasiz. Ko'krakni ustiga nampar urgandaqa narsa bormi, limonli ko'chka bormi yo'qligiga e'tibor berasiz va shu bilan birga simptom, ya'ni ploshet, ya'ni maydoncha paydo qildimi, ya'ni tuguncha bor yo'qligiga e'tibor berasiz va qo'ltiq ostingizni tekshirasiz. Agar bunday narsalar murojaat bo'lsa, darrov uchastka doktoringizga yo uchastka onkologingizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar bu narsalarda erta aniqlansa, ayollarda o'sma kasalliklarning xavfi oldi olinadi. Qachon ayol ongli bo'ladi, ona sog'lom bo'ladi. Siz bu narsaga juda ham e'tiborli bo'linglar qizlar. O'rganinglar, o'rgana olmasalar qayta eshitinglar, albatta o'rganasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.